Mening ismim Adam. Edner padşalığının şahzadesi. O yerda Sırlıq Galiskar qalasi var. O yolvas mening eng yaxshi do'stim. Menda sirliq kuch-quvvat bor. Lazım bo'lganda shamshirimni chiqarib qattiq to'layman. Ma'lum kuch-quvvat Bu çağda yolvas erish yo'lvisiga aylanadi. Men Xiymanga, olamdagi eng qudratli odamga aylanaman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shadotberi so'zsiz. Yasao, Dinkin va Orko 3 kishini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantaq qalasida kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. Nereye ketişdim? İşte tüketkenlikin neymiş taklif kılışmayısın? Biz biraz avarçılık yoluktu kıskılış ya. Sen yer şarını ordunu asla kapını koydular mı? Gapning rostini etsaq, Hemen bizi tutuvulup yer şarını bulap gitti. Bu kalvalı! Çıkken kayıt getip, şu yer şarını tepki geliş. Eğer bu kıtım yeni mağlup bulup, kurup kol gelişsen, beni 100 hatırı kınmadı deyişme. Undaqda sizlar ularning qo'lidan yer sharini tatib oldinglarmi? Shundoq. Hozir yer sharini Galiskar qalasiga o'chirib qo'ydik. Yaxshi qilibsizlar. Bu gapni menga demay Xiymangida. Menmi Xiymanga da'vatman-ku. Kirin. Adam, dadan seni hamma yerdan izladi. Ne ketding? Hech nega bormadim. O'rdadagi ba'zi bir ishlarni bijirdim. Tayliq çataq terib yurgansa, bo'ldi. Sen yaxshisi buni o'zing berib Shahdadanga aytqin. Dadaning sen hayron qolg'idek ishi bor ekan. Ana, bu sening bir navrining Gilimir. O'tganda ko'rganimda tek kichikdi. Shundoqmi? Gilimir bizga mehmon bo'lib ketdi. Onu sana topshirdim, obdan oynat. Dada, undaqda o'rdadagi vazifam yo'q. O ishlarni qo'yib turib Gilimirni o'ynatib kel. Buningga sen ustugo, ma'qul. Jo'r navrinim. Navrinim deb chaqirma. Kechirgin. Gilimir, bu kishi Yasavul bo'ladi. Sizning bir haqiqiy ismingiz yo'qmi? Do'stlarim meni Dinkin deb ataydi. Bu ism ancha yaxshi emas ekan. Anglab turgin, sen. İsmim Orko. Seni ko'rgimga intayin xursandman. Yaxshimisan? Agar qiziqsan, sehrgarlik o'yinlaridan bir nechini o'ynab beray. Keyinchi bir narsamiz. Qaranglar bu narsalarni. Bu nima? Ehtiyot qil. Bu men yengli yasab chiqqan tosh eritish mashinasi. Nimaga ishlatildi? Toshni ziroat o'sadigan tuproqqa aylantirdi. Uni tiz qo'yib qo'y. Men tex uni sinab qilib baxmidim. Ansirmang, men sizga yordamlashib sinab boqay. Unda qilma Gilimir. Kechiringlar. Ammo men sinab qilindi-ku. Sana az to'la adab, axloq va boshqalarning narsasini asrashni ugatsi bo'g'idek. Biz nima ish mehmonxonaga bormaymiz? Yaxshi maslahat bo'ldi, Orko. Bag'in, Gilimir, sen bu yerda xeyli ish terding. Gilimir, sen Yasavulga nima ish bunday adabsizlik qilsan? Men cho'nglarga o'ch, ular doim mening xohishimni cheklashga muroq. Lekin odam bilan Yasavul yaxshi kishilar. Ular o'yin o'ynashni yaxshi ko'rdi. Rostmi? Qani, ko'ramiz. Gilimir haqiqatan ajoyib bir bola ekan. Adam, men u bolani bizga hamon bir cho'ng bola qazo tep beramdikin deb ansirayman. Men unga qarayman. Biroq boshqa ishlaringmi bor-da? Masalan, dalaga chiqib bu tosh eritish mashinasini sinab qilishimga yordam berishing kerakdi. Unutib qolg'ili tasliq qopdimi? Bo'ladi. Undaqda kimning ta'libi bo'lsa Gilimirdan shu xabar ep tursin. Bo'ladi.
şahzadə adam. Onundan mən xəbər alay. Gelimir, sen Lelman bilen billi bolun. Av maşınlarına kalaymıkan çekilme, ula be xatarlik. Buludu. Xatırcəm bu. Mənim balılarını yaxşı başqırış çarəm bu. Yeni bir qadam. Yeni bir qadam gel. Yeni bir qadam. Boldu. Əmdi qınmayma. Boldu qıl. Yeni qınmasan padişahı meni izletlemedi deyme. Mənim beşim ağrıb getdi. Qene, bunu sınap bakaylı. Onu izib et. Ben katıkke, izlemedi. Çekineverek dur. Biz taşı eritiş maşinisinin kanda kıldıqalığını görüp bakaylı. Yani bir ketim sınap bakaylı. Emdi bir az yumuşaydı. Bu maşinini ben tizrek tekşürüp bakay. Biz süratini tezletişimiz gerek. Lenman ne akçan nes bastı. Gelimir! Gelimir! Sen kayada Gelimir! Esta! O balını yutturup koysam şahzade adam beni boş koymaydı. Esta bu Gelimir! Gelimir! Cevap versen çok Gelimir! Boldu. Bu bek yaxşıken. Gelimir! Toxta, o oyuncaq emas. Gelimir! Axırı qızıl könüklü basan o toxtaydı. Ben diyenim yaxşı bir çarba. Hemen yer şarını nəqib olsun yoşurup uyalaydı. Ama İskili Şah bizde yer şarını tepki gelişki qıstavatıdı. Daim onun diginini kılıçtığını həcətmə zeriktim. Astıraq sözlə, İskili Şah'ın kuluğu uzuncu mu? Mimi karım. Boldu, teleklopus. Bizden bu gücümüz var. Fakat biz... o nime? Enik göremedin. Dur bunun bilen qara, döt. Bir oğul bana uçar maşini aydap getivatıdı. Onun keyinde Lelman mı baki? Kayni biz ulanın kanda kışkı uçuraydıqalığını körüp bakaylı. Tanşap olayda kaldım. Kara, av bizden uçar maşinimizden kılıdı. Toxtat, kız toxtat! Ay toxtat! Vay can! Buludu. Abla, kısılıp kaldı. Kuzallah! Gelimir o, çatak çık hadi. Tez bol dostum. Balon çıkıvadı. Ben de geçti. Xeyme, o bir yerde neymiş kılıdı? Endi körüp bakaylı. Hücumçu maşinanı taştır kayni gaydap bak. Xeymen, ben seni körəmən dep oylap mı bakmaptım he? Neymiş oldu? Şahzade adamның bir nevri inisi Gelimir. Bunu haydap körüp bakay degendi. Neymiş ka Gelimir? Ben bunu kızıkarlık deptim he. Bu adamı yardar kılışı mümkün. Ben bunu kıskarlık dep karmayım. Lekin sen beni kutkazdın, hiç iş bulmadık o. Sen bu şunda kısan haman bir günü hiç kim yığıştıramaydıgan çoğun bir çatak çıkırsa Gelemir. Ulanı körəldin mi? Ben körüş eynigi arkalık ulanın aşı taşının keyinde işgelligini köydüm. Biz yeniden tədqiq qilib yasagan taş eritiş maşinisini sınav atattık. Sen işini tügetkiçe öyde cim olturup dur. Ama adam bazarına ayrılıp gelsen buldu digendi. Adam senin bayak işinin ufsa çokum Hime'nin fikrini kollagan bolattı. Avi oğul bala kim o? Bilmeymen. Qarğanda onun hiç qandaq bilgisi yok takılıdı. İhtimal biz onundan obdarak faydalanamız. Qaraganda təngşilib bolgan dəqilidir. Əmdi bir az küçünü aşırıb bakay.
Oo, bək yaxşı oldu. Bu tuprak ayrışkisini ağaç ketayli. Menimce o ziraat üstürüşke muvaffak kelidi. Qara, Xeymen bayat yer şarı yo'q-ku. Yer şari deganni tilg'amma tilkilops. Meningcha oyin kashfiyot texmi qimmatga ega. U bir tash eritish mashinasi-ku. Uning bilan Galiskar qalasining mudofaa temini eritib atkili bo'ladi. Demak, iskili shah bosib kira oladi ekanda. Nemishqa iskili shahning bosib kirishiga yo'l qo'yamiz. Bu uskuni bo'ladi ekan, bizning har qanday choramizga kuchimiz bo'ladi. To'g'ri, shundoq bo'lmaychi. Undaq bo'lsa hozirlab berib uni akilayli. To'xtab tur. Hozirli bo'lsa Xiyman bilan bevos tutishib qolamiz. Undaqda uni qanday qo'lga tushiramiz? Amal qilaman deyish hojatsiz. Meningcha o'sha o'g'il bola bizning u narsani qo'lga tushirishimizga yordam beradi. Bu odillik emas. Sen meni bozorga aylanib kel degandim-ku. Lekin men seni o mashinlarni tutma degan. Lekin men o'ynashib shundoq qilgan. O'zingga qiziqarlik bo'lgan bilan lekin boshqalarga intayin xatarlik bo'lishi mumkin-ku. Men o'zimni boshqara olayman. Menga boshqalarning yordami kerak emas. Bugun yomon emas ish qildik. Uning bilan ayrim paranglashmoqqa yasavul. Mening uchun gap qilib qo'y. Sana hech kimning yordami kerak emasmi? Shundoq. Ammo men menga ko'ngil bildigan kishilarning yordamiga muhtoj. Har qanday kishi buningga o'xshash. Xiyman boshqalarning yordamini olmaydi. Undaq emas. Sen qandoq bilasan? Men Xiymanni sendan obdaroq tushiraman. Qara, garchi senda o'zingning g'amini yeyish iqtidori bo'lsa-mu, agar sen qilgan ish boshqalarni yorlantirib qo'ysa, sen qanday hissiyati bo'lasan? Agar boshqalarni yorlantirib, o'ltirib qo'ysan, qanday qilasan? Obdaroq o'ylab baq. Bozor aylansa, boshqalarni yorlantirib qo'yamdikan. Bo'ldi. Sen bu magnetik o'qni sinab baq. Endi meni zeriktiryapman. O'zida bir nishon bor. Men bu narsani setib olaman. Sening pulun yetamdi. Bu pulga yetdi. Shundoq. Endi bu narsa sizga mansub bo'ldi. To'xtab tur yigit. Pulni men to'ladim. Ammo sen mening kichikkina bir chaqchaq qilishimga yordam bersan, bu sana mansub bo'ladi. Kimga chaqchaq qilasiz? Bir konu do'stim Yasavulga. Heliqi mijoz o'sal kishigimi? Shundoq. Uning tajribaxonasida nur chechib turadigan bir kichik quti bor. Uning tosh eritish mashinasi? Sen uni akilib ber. Undaqda men bu magnet o'qqa erishalayotganman-da, bu tozimi qiziq bir chaqchaq bo'ldi. Bu amaliyotda Xiyman va butkul Etmir podshohlik qilingan chaqchaq. Atili uyingga qaytsan Gilimir. Bu yerda xeyli ko'ngillik o'ynagansan. Xeyli yaxshi o'ynadim. Alilri, adam tosh eritish mashinasini birsi o'g'irlab ketibdi. Bu yangi kashfiyot ko'pchilikka baxt yaratadigan bo'lsa, uni kimmi ep ketgandi? Tasavvur qilish tas. Bizning plantida eng qattiq jism nima? Galiskar qalasining qo'rshovtimi? Uni men olmadim. Sizlar nimonchudi qilib ketisizlar. Iskilit shah uningdan foydalanib Galiskar qalasining qo'rshov tomlarini buzib talaydi. Agar mushundaq bo'ladigan bo'lsa, butkul Etmir podshohligimi alvastlarning qo'liga tushib ketadi. Buning bilan ko'pchilik sen uchrab o'lib ketami? Gilimir, sen birer ipuchini bilamsan? Ozroq bilaman. Bu ishni aytmayim, bizga tez aytib ber, sen nimani bilasan? Tosh eritish mashinasini men olgan, bir qari xotin menga ol degandi. Nima? Bir qari xotin? O cho'qin ayvilim. U mening magnet o'q setib olishimga yordam berdi. Ammo sen bir cho'ng balo qazo teribsan. Yasavul, atraf boshlig'i Dila jiddiy holatga o'tsin. Etnir podshohligining istiqboli Xiymanga bog'liq bo'lib qoldi. Tez.
Gelimirning çataq teriydiganligini burungi paraz qilgandim. Qara, meningcha u hozir rost qilib qo'rqyapti. Ehtimol bundan keyin o'shini topa. Meningcha u baldurak o'shini topsa bo'ladi. Onu to'g'ri qo'ya olsamla, Galiskar qal'asining mudofaa temini eritib, u yerga maqalisha olamiz. Diqqat! Sezish apparatining o'lchash jadvalidan qaraganda yer shari mushi atrofda. Galiskar qal'asi aslida Xiymanning yer sharini yo'shirgan yer ekanda. Uni harakatlantir. Uni malli kontrol qila olayman. Bo'lmasa to'xtamay yo'g'naydi. Buni faqat Galiskar qal'asining ichida vayron qilayotgandan keyin ishchidan gumron qilish kerak. Hozir o'sha tomni ertirtayli. Xavf kelganligini his qilyaptimi? Dushmanlar qal'aga hujum hujum qilyapti. Ha? Uni Eyvilin qilgan. Qal'a kirish ishiga yerishga boshladi. Shiddatli kuch bilan kelyapti. Men taqobil turolmayaptim. Neyrangmazligini yig'ishtirib ol, Eyvilin. Xiyman, tez, ishqirga. G'ayrat qil, Xiyman. Qara, ko'rik ichildi. Qalla bizning bo'ladigan bo'ldi. Endi Xiyman bizga hech qanday amal qila olmaydigan bo'ldi. Xiyman, yaralandingmi? Gelemir, mening tosh eritish mashinamni aka. Bo'ladi. U balani to'sib ol. Magnit o'q bilan mashinani tez qaytirib kel. Agar biz buni texnik iqtidorini joriy qildira olgan bo'lsak. Endi bo'ldi. Navbat san keldi, Eyvilin. Voyca, meni tez qo'yib. Tez qo'yib, tez qo'yib, tez. Yasavol, qapizin qani? Intayin xushalman. Xiyman, tez bo'l, ichkiriga. Galiskar qal'asi xatarda qoldi. Sehr uni to'siy olmadi. Faqat sening kuching orqali uni to'sig'ili bo'ladi. Kuchingning berichi ishda, Xiyman. Butun kuchingni chiqar. O kichiklidi. So'siriz. Meni deriziyani opirib qo'ya olamsa? Rahmat sana. Meningcha bu yer sharini sakirtishning yaxshi usuli. Men qo'shilishdan ilgari sizlarga o'zimning chataq terganligimdan qattiq pushaymon qilganligimni aytmoqchiman. Odam hamma xatolik o'tkazadi, Gelimir. Sen hech bo'lmaganda xatoligingni saboq olasiz. Undaq emasdi. Sen magnit o'qni naqadar to'g'ri tashlading. Maqtig'iningizga rahmat. Ammo bu siz ko'rsatgan aqlda. Xiyman xushal bo'ldi, chunki sen unga yordam qilding. Sen shundoq deb qaramsa, yo'q, u deydimi? Meningcha u cho'qim shundoq deyishi mumkin. To'g'ri. Xayr, xo'sh. Bu qitimki safarimni menga unutmayman. O'z odamlarga ko'ngil bo'ladigan kishilarning nasihatini anglayman. Xayr, xo'sh. Ay, Glimmer! Magnit o'qni ele bilishni unutib qoldim. U bu yerda. Oku, uni tashlab etma.
Kechirgin. Nemişki tashlamayman. Mana bunun akıbeti. Gapimning ma'nosini tushundim. Ay, neriroq turinglar. Oko, Gelimir bu qatim o'zgarib yaxshi odam bo'ldi, ha? Shundoq bo'lmoqchi. Faqat o savollarni qabul qilib, o'zbeshimchilik qilmaslar. Samimiy oq ko'ngil bo'lslar. Tabiiy holda yaxshi bo'lgan bo'ldi. Degining to'g'ri. Boshqalar rozi bo'lsin desang, yurish-turishda adablik bo'lishing, boshqalarga yordam berishni xo'shallik deb bilishing kerak. Biz seni yaxshi ko'ramiz emasmi? Shundoqmi? Endi men hech qanday yordam berolmaydigan bo'ldim. Nimishqa? Chunki endi men sizlarga xayr-xo'sh deyishim kerak.